Hamma sizlarni do'stlar, men otim Kambodiya. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bizning qishloqda chipta chiqazadigan avtomat chiqazishdi. Hozir sizlarga hammasini tushuntiraman, hammasini ko'rsataman. Xullas do'stlar, u chipta hayvonot bog'iga boradi. Ha, shaharda hayvonot bog'i ochishdi. O'sha yoqqa biz hamma qishloqlar bilan bormoqchimiz. Hozir men chipta olishga boryapman. O'sha qishloqlar bo'lgandir, men oxiri bo'lsam kerak. Xullas hamma qishloqlar bilan biz shaharga boramiz sizlar bilan. Hayvonot bog'iga qani ketib bo'lmasa juda ham xursand bo'lib ketaman. Har xil hayvonlar bor o'zi, begemot, maymun, hammasi do'stlar. Bo'ldi, izimni olaman. Ketdim. Где-то 6 dan izimni turardi. Oppa, navbat qaraylik, kopligini obuldinglar qishloqlar. Ha, qapol biz chiqib oldi. Faqat sani kitobimiz endi. Men ham olaman, chipta chiqsin deb qilib chipta qolgan bo'lsin, qolmagan bo'lsa-chi, men siz ketmaysizlar, to'g'rimi? Kapot ketiramiz farqi yo'q bizga. Qishloqlar bunaqa ko'mas mayli. Men hozir olaman endi chipta. Hop, 6 izimni ekan, 6 izimni olamiz. Manga davay iltimos chipta berchi. Yes, qishloqlar menga chipta berdi. Oho, kapot, hammamiz borar ekanmiz endi hayvonot bog'iga. Juda ham xursand bo'laman. Hammamiz boramiz endi hayvonot bog'iga. Shuncha kutdiya, ertaga soat 10 da yig'ilamiz bo'lmasa. Ha, kapot, ertaga soat 10 da yig'ilamiz. Hech qayerga yig'ilmaysizlar, faqat qishloqda qolasizlar. Men sizlarga aytdim-ku. Nima, mer, qarab biz hayvonot bog'iga ketamiz, shaharga chiptalar ham bo'ldi. O'sha hamma qishloqlar ketyapsan ham borasanmi? Hech qayerga bormaysizlar sizlar. Qishloqda o'tirasizlar, qishloqni tozalab. Nima, hech qayerga bormaymiz? Nima degani axir bu? Mer, biz boramiz. Yo'q, bormaysizlar. Men sizlarga aytdim-ku. Ertaga qishloqni yig'ishtirishimiz kerak deb. Nima ertaga qishloqni yig'ishtirishimiz kerak deb bizga aytmoqdingsan axir. Ha, aytmoqdim, demaysiz chiqyapti. Xullas ertaga hamma qishloqni yig'ishtirish kerak. O'tlarni yuvamiz, tomlarni yuvamiz, uylarni ichilarini yuvamiz, yerlarni to'g'rilaymiz. Biz chipta bo'lganmiz axir, mer bizga ketishimiz kerak. Hech qayerga sizlar ketmaysizlar, nomar. Qishloqni tozalaysizlar, keyin xoliy joylarga borib olasizlar. Ha, iltimos bo'lmasa 2 kundan keyin yuvamiz. Yo'q, bormaysizlar sizlar 2 kundan keyin emasligi, ertaga yuvishinglar kerak. Biza boramiz. Ha, kapot, biza borishimiz kerak. Biza chipta bo'lganmiz o'zi, mer. Biza botda qolmaymiz, biz ketamiz. Ha, shunaqa do'stlarmi? Bormaysizlar, boramiz, bormaysizlar. Bo'ldimi? Jimgan biza baribir boramiz. Ha, tushunarli. Endi sizlar gap qo'yish kerak ekan-da. Qishloqdan chiqmaydigan qilib, xalq orasida manda qishloqdan chiqolmaydigan qilib qo'yaman sizlarni. Nima qanaqa qilasan mer bu narsani? Bor bo'tda. Mer eshitmaylik qishloqlar bo'ldi. Ertaga ketamiz. Soat 10 hududni yonida yig'ilinglar. Ha, kompyuterosira bir jinroq qopdimizni ketmaganda yana aynan chipta olganmiz. Keyin tarkayda xo'l ochganimizda biz hayvonot bog'iga boramiz. Qaraqadir qilib. To'g'ri aytasizlar. Mer noto'g'ri aytdi hammasini. Bo'ldi, kompyuter bo'lmasa tezroq vaqt o'tkazaylik deb qilsa bo'lar ekan. Bo'lmasa men ham tezroq vaqt o'tkazim keladi, chunki tezroq ertaga esinda. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ertaga soat 10 da shu yig'ilishimiz kerak. Bizga ertaga avtobus keladi. Avtobus bizani hayvonot bog'iga olib ketadi. Xullas do'stlar, men tezroq bo'lishim kerak. Yop qo'yaman-da, hozir ularni uyida hech chiqolmaydi. Men samoqlar, qancha samoq grafik qilib tashladim-da. To'xtanglar, qishloq tozalik duochilab qishloqga qanaqa qilib chiqadi uyga samoq topib qo'ysam, ammo samoq qilib qo'ysam rostdan uydan chiqolmaydi, faqat uyda o'tiradi. Bu fikr o'xshamaydi. Boshqa narsa o'ylab topish kerak. Qishloqdan chiqolmaydigan qilib, faqat qishloq tozalash kerak. Ha, tushundim. Bitta narsa o'ylab topdim. Bu fikrim uchun kechroq tushish kerak. Ana o'shanda boshlasa ular hech kim ko'rmayapti ekanda. Ana bo'ldi. Kecham chiqoldi. O'zimizning ishimizni boshlasa ham bo'ladi. Qani ketdim bo'lmasa zarfga o'ylab topdim-da o'zim. Ha, mana bashdan boshlaymiz. Tak. Devor qo'yishni boshlayveramiz qizil qilib. Albatta buni privat qo'yish kerak, hech kim sindira olmasligi uchun. Ha, miyaqqa qo'yamiz. Butun kecha shunga demayli uxlamasdan chiqaman endi. Voy, mavzu qilib uxladim, lekin ertalabki hayvonot bog'ini o'ylabdi.
Nuqtali necha bo'ldi soat? Ha, hali vaqt bor ekan, hali yarim soat bor ekan. Hammasini ham yana bor sizlar bilan kompot. Men uyg'ondim. Biza tayyormiz, уже hayvonot bog'iga ketishga tezroq bo'lishim kerak. Birinchi bo'lib men avtobus kutib olaman. Hozir o'zim chipdan bo'laman. Zavtraki ham o'sha kafeynada qo'larman, balkim restoranda qo'raman. Nima bo'ldi bizani qishloqqa? Tushunmadim, bizani qishloq nima bo'ldi? Hozir avtobus kelishaylik-ku biz bilan kim qasilashyapti? Qishloqlar, kim qilgan buni? Yo'q, qishloqlar ham qo'ylayotdi. Hayvonot bog'iga biz qanaqa endi bu yerdan chiqamiz? Nimaga bu unaqa? Mana eshik bor ekan. Yo'q, eshik ham ochilmayapti. Nimaga bunaqa? Kapot nima bo'ldi? Men tushunmayapman, qishloq nima bo'lganini. Mana buni qaragan. Kimdir qishloqni yopib qo'ydimi yoki kimdir ustimizdan kulyapti. Ha, qishloqlar chaqirib kelaychi, kapot kim qilgani bo'ldi buni endi kerakmidi biza shunga. Shudek kerakmidi hozir bizga shu avtobus keladi hozir. Hayvonot bog'iga olib keladi, chiptalar bo'lganmi? Shuncha kutamiz endi bormasa bo'lmaydi. Qanaqa qilib to'xtaylik? Hamma yoqda shunaqa kimdir chiqqanmi? Hammani o'rab chiqqanmikan? Rostdan Mahmedda hamma yo'li bor ekan. Balkim bu yerda bordir chiqadigan joy. Yo'q, bu yerda ham yo'q ekan. Qanaqa qilib biz qishloqdan chiqishimiz kerak bo'lmasa, tushunmadim men qanaqa qilib chiqaman. Voy do'stlar, men tushunmayapman. Hozir avtobus keladi-ku, bizani olib ketadi-ku, hamma qishloqlar yig'ilganmi? Keyin gaplashib ko'raylik, nimadir o'ylab topamiz. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Oppa, hamma qishloqlar yig'ibdi. Qishloqlar nima bo'lyapti bizani qishloqda? Men tushunmayapman. Kapon, men endi uyg'ondim. Bolam endi uyg'ondi. Men tushunmayapman, tushunganimda yetardim, lekin tushunmayapman. Men ham tushunmayapman, qishloqlar. Men ham sizlardan 10 daqiqa, 15 daqiqa oldin uyg'onganman. Kapon, nima qilamiz endi? Qanaqa qilib ketamiz o'tdan? To'xtalamiz, sindirib ko'rsa o'xshira balkim. Yo'q, o'xshamasa kerak qishloqlar, men tushunmayapman lekin. Ha, men ham qildim. Yo'qdimi sizlarga? Nima? Men tushunmadim, sen qilding. Ha, men qildim. Qishloqlar jimila. Nimaga bunaqa qilasan? Men sizlarga kecha aytib qo'yar. Qishloqda tozalik ishladim ertaga. Qahiyat oslar, hech qayerga ketmaysizlar nima? Bo'ldi, endi qishloqni tozalaysizlar. Tozalab bo'lganinglardan keyin ketasizlar, tushundinglarmi? Yo'q, men kapot bo'ldi, jimga baribir ishlar qila olmaysan. Chitni bor-ku oxiri. Men bu chitni bilan changini artasan, tushundingmi? Changlatni yo'g'ini aqirasiz. Obbo, kapot nima qilgani o'zim birni o'ldirib qo'yaman. Qishloqqa nima deyapsanlar? Bo'ldi, bu yerdan chiqmaysanlar. Obbo, men nima qilgani axir bu tozalamaguncha chiqmaymiz. Kapot nima qilamiz endi? Sirroch nimadir o'ylab topish kerak. Balla, avtobus kelibdi, avtobus o'tiringlar. Nima bo'lyapti? Sizlarni qishlog'inglarda birinchi marta bunaqa narsa ko'rsam. Xullas, hozir o'tiramiz, hozir nima o'ylab topamiz, keyin o'tiramiz. Tezroq bo'linglar, meni vaqtim kamroq edi. Hozir albatta tezroq bo'lamiz. Obbo, qishloqlar hozir ozgincha poylab turinglar. Kimdir devor bilan nima qilib qo'yibdi, ya'ni Umar bizani qishloq devor bilan yopib qo'yibdi. Qoch, uramiz. Davay. O'xshamayapti. Privat qilib qo'ygan rostdan ham. Qishloqlar kapot. Nimadir o'ylab topish kerak. Bo'ldi, men kech qolman. 10 daqiqa poylayman, 10 minutdan keyin yuraman yoki boshqa qishloqqa ketdik hozir olib ketishga hayvonot bog'iga. Yo'q, hech qayerga ketmay. Hozir biz chiqamiz 10 daqiqadan keyin. Davay bo'linglar, iltimos tezroq. Bu yerdan chiqsanglar olmasa men ketdim. Obbo, qishloqlar bizga rovna 10 daqiqa bor. Nima o'ylab topsa bo'lar ekan kapot? Bilmasam nima o'ylab topsa bo'lar ekan, sindirsa ham bo'lmayapti buni. Kapot, bitta zo'r narsa o'ylab topdim. Nima o'ylab topding qishloqqa? Qani gapircha. Qara, bizni ko'pmizku, to'g'rimi? Biz bir-birimizni ustimizga turamiz, ketmaga chiqib qolamiz. Nima? Bir-birimizdan ustimizga turamiz? Ha, kapot, menga yo'qdi bu qo'ya. Qanaqa bir-birimizdan ustimizga turamiz-ku? Jinromiz allamda bo'lmaydi-ku sakrasa. Kapot, bir-birimizdan ustimizga turamiz. Biz ko'p qishloqqa chiqib olamiz endi. Qishloqlar bilmadim. O'xshamasa kerak endi bu. Yo'q, o'xshamasa kerak endi qishloqlar. Kapot, chotki bo'ladi, bir-birimizdan ustimizga turamiz. Hech bo'lmaydi, menga tillarni olib kelib bergan bo'ldi. Men pastda turaman. Xohlasangiz sen emalada turgan, sanchi qo'lasan birinchi bo'lib. Menga yo'qdi bu fikr ekan. Qishloqlar sizlarga yoqqan bo'lsa, demak qilib ko'rish kerak. Mayli, ketdi qilib ko'rish kerak endi. Mana ko'rim kelyapti-yu, boshqa ustimizga bizda datiga 10 daqiqa bor-ku, axir ketdi do'stlar. Nimadir o'ylab topishdi qishloqlar, lekin o'xshaydimi bir-birimizdan ustimizga turamiz. O'zinglar hozir ko'rasizlar, men tillarni olib kelishim kerak, chunki eng pastda turar ekan, unga kuch kerak bo'ladi-yu. Davay, ketdi, endi qishloqqa olib ketaman senga ham.
Nimaga navaga turib oldinglar qishloqlar hamma bitta-bittadan chiqasizlar meni bir videoni ustinglarga mana sanga olib keldim. Nima oldi kapot qani yecham. Yo bo'ldi ustiga tursanglar bo'ladi endi. Davay qishloqlar turinglar, davay boshlaymiz bo'lmasa. Ha, davay qishloqlar biz uddalaymiz buni. Davay qishloqlar men en tepasida turaman. Ketsammikin nima qilishyapti bular jinrob qo'yganmi? Nimaga turib olishdi bular? Davay qishloqlar. Kapon ehtiyotrobiga qo'shib ketasan, boshi orkanda o'sha iltimos mana devorga turgan. Hozir qishloq yiqib tushyapman ko'za. Kapot tezroq turgan devorga. Qani bo'ldi devorga turib oldim. Bo'ldi qishloqlar. Kapot tezroq bo'lgan, tezroq pastga tushib olgan. To'xtanglar, men yerga chiqib oldim. Sizlarni ham chiqazib olay endi bu yoqqa chiqazib olay. Jindiromi bular ostona nima qildan olgan qishloq ekan. Birinchi marta bunaqa qishloqni ko'rishim. Kapot chiqib oldim. Sigiro sal qoldi. Kapot sigiro xizmat bo'lgan. O'zi chiqib oldi hammamiz devorga. Lekin qanaqa qilib tushamiz? Rostdan qanaqa qilib tushamiz? Sakraymiz. Yo kapot, menda suv bor. Men hammasi o'ylaganman, shu suvdan tusha olamiz. Kimsaga berasan. Bo'ldi qishloqdan berib yubormanga suv. Hozir suvdan tushamiz deb bo'ldi. Bo'lmasa o'xshasin deyish qilib qishloqlar men ketdim. Bo'lmasa ehtiyot bo'l kapot, obatsanga suvni pastda qoldirasan biz ham tushimiz uchun. Albatta qishloqlar qani endi. Oppa, ne bo'ldi? O't oldimga bo'tdan qishloqlar davay. Nima qilyapsizlar bo'tdan tushmayapman. Biz bo'tdan chiqyapmiz. Sizlarga aytdim 10 daqiqa bo'lishingiz bo'ldi. Davay qishloqlar sakrasanglar bo'ladi bo'tdan. Tozalashayotganmigina qishloqda yop qo'ydim-ku oxiri yo'lni. Nima qilishyapti? Ana tushdik hammamiz. Birinchi marta bunaqa ko'rishim. Nima qilyapsizlar bo'tdan tushunmadim. Nima qanaqa qilib bo'tdan chiqib qoldik bu yerda? Mer o'xshamaysan. O'zani bu yoqqa qoldirish, qishloqda qoldirishganda o'xshaman deyam. Zor bo'ldi lekin. Men sizlarga ruxsat bermayman. Qani qo'ytinglar-chi qishloqqa qaytinglar davommi? Rostdan hayvonni bog'iga qo'yayotgan ekansizlar do'stlar. Albatta qo'yamiz. Necha kundan beri shuni kutibmiz. Davay oynani yonida joy meniki. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashim kerak bo'lmasa, mana mir himoyasi o'xshamadi. Kechgacha qolgan bo'lsa kerak. Sizlar bilan xayrlashim kerak. Biz ketdik o'sha shaharga, hayvonot bog'iga like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasdan keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.